Avvalambor assalomu alaykum. Demak, ushbu darsimizdan boshlab Figma dasturida web dizayn hamda product dizaynlarni, ya'ni dasturlarni UI UX dizaynlarini qanday tayyorlashlikni birin-ketin kichik darslar orqali ko'rishni o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, avvalambor birinchi darsimizda Figma dasturi o'zi nima ekanligi va nimaga aynan web dizayn hamda shu UI UX dizayn yo'nalishi bo'yicha Figma dasturi eng mashhur ekanligini va uni imkoniyatlari qanaqa ekanligini bir qator qisqacha ma'lumot bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, Figma dasturi onlayn ishlaydigan, ya'niki brauzer orqali ham o'zini portativ dasturi orqali ham ishlaydigan dastur hisoblanadi. Uni eng qulay afzallik tomonlari bu. Birinchidan, u onlayn bo'lgani sababli mana bu saytida ko'rsatib turibdi-ku, ya'niki ko'pchilik bo'lib ishlashlik mumkin. Ya'ni kollaboratsiya qilib bitta loyihani mana 3 kishi bir loyihani ustida ishlayapti. Shunaqa qilib 3 kishi bo'lib 4, 5 yoki juda ham ko'plab inson bitta loyihani ustida ishlashligi mumkin. Undan tashqari dastur juda ham sodda va qulay tuzilgan. Shu sababli ham ommabop dastur hisoblanadi. Chunki ishlashlikda sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya'ni iloji boricha maksimal darajada dastur sodda tuzilgan. Xo'p, undan tashqari dasturdan nimalar tayyorlash mumkinligiga yaqqol misol bo'lib, Dribbble saytidagi web dizaynlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Dribbble saytidagi web dizayn ishlarini ko'radigan bo'lsak, bularning deyarli barchasi Figma dasturida tayyorlangan yokida uni alternativ dasturlarda tayyorlangan. Alternativ dasturlarda tayyorlangan dizaynlarni ham bemalol Figma dasturida shunday ko'rinishda tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bular web dizayn uchun, ya'ni web saytlar uchun misollar bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari dastur keng imkoniyatlarni UI UX dizaynda, ya'ni katta loyihalarni dizaynlarida ochib beradi. Xo'p, katta loyihalarniki bu dasturlarni dizaynlarini ko'radigan bo'lsak, misol uchun web applicationlarni dizaynlarida misol uchun shunga o'xshagan turli xil dizaynlar bo'ladi, ya'niki web ilovalar, mobil ilovalar, kompyuter dasturlari yoki shunga o'xshagan SaaS nimalar bo'ladi, saytlari bo'ladi. Shunga o'xshagan saytlarni dizaynlarini Figma dasturida tayyorlash juda ham qulay va nisbatan oson boshqa dasturlarga qaraganda. Xo'p, undan tashqari dizaynni Figmani keng beradigan imkoniyatlaridan bittasi bu uni prototip yaratish imkoniyati. Xo'p, prototip bilan oddiy dizaynni farqini tushuntirib o'taman. Oddiy dizayn bu hozir biz ko'rayotgan mana shu rasm bo'ladigan bo'lsa, ya'niki bu oddiygina rasm bo'lib qoladi. Agarda biz uni Photoshopda yoki boshqa istalgan bir dasturda tayyorlaydigan bo'lsak, bu oddiy ko'rinishida rasm hisoblanadi. Buni agarda misol uchun mana shu sistemani agarda biz haqiqatda hayotda realizatsiya qiladigan bo'lsak, ya'niki bizga berilgan buyurtma realizatsiya qilinadigan bo'lsa, xo'p, dasturni faqat biz dizaynini tayyorlab berishimiz mumkin. Keyinchalik esa u faqat shu dizayn orqali, shu dizaynni asoslanib razraботkaga, ya'ni kodda shu saytni yaratishga, shu dasturni yaratishga o'tiladi. Xo'p, prototip bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi ko'rib turgan har bir menyumiz qaysi sahifani ochishligi, uni ustiga kursor borganda qanday qilib animatsiyalar chiqishligi, undan tashqari ranglar qanday o'zgarishligi, bitta tugma orqali dark styledan light stylega o'tishligi yoki har bitta mana bu animatsiyalarni qanday kelib chiqishligigacha tayyorlashlik mumkin. Xo'p, bunga misol Figma o'zining saytida buni ko'rsatib beradi. Ya'niki mana prototipni farqi, tugmani oladi, unga yana bitta variant qo'shadi. Ikkinchi variantda bu tugma shunaqa ko'rinishga kelishini ta'minlaydi. Ya'niki mana sichqoncha, ya'ni kursor knopkani ustiga borganda knopka ikkinchi variantga o'zgaryapti. Ya'niki bu prototip bo'lyapti. Oddiy dizaynni vizualizatsiya tomonidan animatsiya ko'rinishiga yoki jonlantirish ko'rinishiga olib kelish mumkin. Xo'p, bu yerda ham misol uchun ko'rsatib beryaptiki, 2 ta 3 ta dizaynlarni olib bir-biriga ulayapti. Mana chapki rasmga qarasangiz, mana 4 ta rasmni bir-biriga uladida boshladi. Rasm ustiga bosdi, keyingi skrin ochildi, keyin yana menyuni ochib, umumiy yopib ko'rsatib beryapti. Undan tashqari mana bu rasmda ham mana video ketyapti mobil ilovaning ichida.
Keyin uni pauzaga qo'yib yoki start play qilib boshlayapti. Xo'p. Oddiy dizayn qilinadigan bo'lsa bu narsalarni ilojisi yo'q. Prototip bilan esa veb-saytni qanaqa ishlashi yoki shu UI UX asosida shu dasturni qanaqa ishlashi, qaysi pagedan qaysi pagega o'tishligini bemalol ko'rsatib berish mumkin. Bu orqali dasturni kodlashtirishdan avval qanaqa kamchiliklari yoki afzalliklari borligini ko'rib turib, shuni to'g'rilab, keyin dasturlashga o'tish imkoniyatini beradi. Xo'p, ana endi dasturdan qanday foydalanish mumkinligi haqida qisqacha aytib o'taman. Buning ikki xil yo'li bor. Birinchisi bu brauzer orqali to'g'ridan-to'g'ri kirib ishlatish imkoniyati. Chunki dasturimiz to'liq onlayn ishlagani sababli akkauntni kiritgan holatda, ya'ni ro'yxatdan o'tgan yoki akkauntni kiritgan holatda bemalol dasturdan foydalanish mumkin. Ikkinchisi, bizni o'sha doimiy ishlatadigan Adobe dasturlarimizga yoki boshqa dasturlarga o'xshab dasturni yuklab olib foydalanish mumkin. Xo'p, ikkala holatni ham umumiy farq qiladigan jihatlari yo'q, faqatgina yuklab olingan holatda dasturni shunchaki kompyuterning o'zidan brauzerga kirmasdan turib ishlatishingiz mumkin. Ammo tajriba sifatida aytadigan bo'lsam, misol uchun men o'zimda katta loyihalarni ishlatganimda brauzer orqali dastur yengilroq ishlagan. Bu kichik dizaynlarda yoki kichik proyektlarda bilinmasligi mumkin, ammo juda ham katta loyihalar ishlatiladigan bo'lsa, kompyuter dasturini o'zi nisbatan qattiqroq, sekinroq ishlagan brauzerda ishlatganimga ko'ra. Xo'p. Umumiy hozir kiramiz nima orqali? Brauzer orqali dasturni yuklab olishni saytni, ya'ni figma.com saytining eng pastki qismiga tushib turib downloads bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda kompyuter versiyalari, ya'ni macOS uchun, MacBooklar uchun, Windows uchun hamma turlari mavjud. Undan tashqari mobil applicationlari ham bor, ya'ni telefondan turib proyektlarni ko'rish imkoniyati yoki kommentlarini o'qish imkoniyati bor. Bu iOS orqali Android yoki iPad uchun maxsus mo'ljallangan ilovalari bilan amalga oshiriladi. Font installersni bu keyingi darslarda tushuntirib beraman nimaligini. Bu asosan kompyuterdagi shriftlarimizni Figma'ning ichiga yuklash uchun ishlatiladigan kichik plugin. Xo'p, demak, dasturni shu yerdan bosish orqali bemalol yuklab olishimiz mumkin. Xo'p, endi hozir login qilamiz saytni o'zida. Akkaunt yaratamiz. Akkaunt yaratishda istasak email akkauntimizni yozishimiz mumkin yoki shunchaki Google akkaunt bilan kirishimiz mumkin. Demak, Google akkauntimiz bilan kiramiz. Va shu bilan qarabsizki, dasturni bizga ishga tushirib beradi. Xo'p. Endi dasturning ichida nimalar bor? Agarda biz nimani yuklab oladigan bo'lsak, dasturni o'zini yuklab olgan bo'lsak ham, baribir kirish xuddi shunaqa amalga oshiriladi. Xo'p, endi dasturni ichidagi interfeysi bilan bir qator qisqacha tanishib o'tamiz. Ya'niki, chap taraf yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda bizning profilimizni avatarkasi, ism familiyamiz, undan keyin menyu ochiladi. Xo'p, menyuda bizga dasturni, ya'ni ko'rinishi light yoki dark rejimda ochilishi, undan tashqari profilimizni nastroykalari, bu nastroykalar hozir bizga umuman kerak emas. Xo'p, keyin dasturni yuklab olish opsioni bor. Undan tashqari community profil ochish imkoniyati. Buni ham keyin tushuntirib o'taman nimaligini. Yangi akkaunt, agarda boshqa akkaunt qo'shmoqchi bo'lsak, boshqa akkauntimizga o'tkazish uchun add account opsiyasi bor va hozirgi akkauntdan chiqib ketish opsiyasi bor. Xo'p, undan keyin uni yonida bizga notification, ya'niki bizga xabarlar kelib turadi, qanaqa yangiliklar bor yoki kimdir, misol uchun bitta dizaynning ichida boshida aytganimizdek 3 ta 4 ta odam ishlaydigan bo'lsa, kimdir nimanidir o'zgartirgan bo'lsa yoki bizga nimadir komment, izoh qoldirgan bo'lsa, shu xabarnomalar bo'limida keladi. Undan keyin bizda izlash joyi bor. Bu yerda biz o'zimizdagi barcha fayllarni, barcha dizaynlarni nomi bilan izlashimiz mumkin. Nomi, turi va kim yaratganligi bo'yicha, ya'ni dizaynning muallifi bilan izlashimiz mumkin. Xo'p, recents bo'limida bu yerda eng oxirgi ishlagan dizayn fayllarimiz turadi.
Xo'p, undan keyin dasturni o'zi bepul va pullik versiyasi ham bor. Istasak bepul ishlatamiz, istasak pulli tarifga ulanishimiz mumkin. Pulli tarifga ulanishning afzalligi bu har bitta loyiha uchun bitta mana yangi jamoat team tashkil qilish mumkin va unga a'zolarni qo'shib umumiy shu bitta loyihaga, ya'ni jamoa shakllantirib, uni ichiga istagancha dizayn fayllarni yuklashimiz mumkin. Agarda yo'q, biz bepul versiyadan foydalanamiz desak, bunaqa holatda bizda drafts bo'limi bor, ya'niki chernovik bo'limi. Chernovikning ichida biz istalgancha dizaynlarimizni yarataveramiz va shu bitta dizayn fayliga boshqa odamga dostуп ochib berishimiz mumkin. Lekin agarda men misol uchun 5, 6, 10 ta, 20 ta faylga men dostуп berishim kerak bo'lsa boshqalarga, bunaqa holatda menga team yaratish kerak bo'ladi. Ya'ni jamoa yaratib, o'sha jamoani o'ziga, ya'niki papka sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha papkani o'ziga dostуп beraman hammaga va shuni ichida nechta dizayn fayl bo'lsa, hammasiga dostуп boradi. Draftsda bo'lsa, bitta faylga dostуп berib chiqishim kerak, alohida hammaga. Farqi shu. Undan tashqari ba'zi funksionallarda yana tekin va pullik versiyadan farqi bo'ladi. Bularni keyingi darsda tushuntirib o'taman, joyi kelganda ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda barcha loyihalar bo'yicha nimamiz bor? Bo'limimiz bor. Ya'niki, misol uchun hozir menda shu Pimax team ochilgan bo'lsa, ya'ni Pimax jamoasi uchun profil ochilgan bo'lsa, uni ichida nechta loyiha bor bo'lgan bo'lsa, mana hammasi bo'yicha loyihalarni ajratib ko'rishim mumkin. Xo'p, trash bo'limida nimalarimiz bor? O'chirilgan fayllarni qaytadan tiklash imkoniyati bor. Undan keyin bu yoqda qaysi loyihalar bor bo'lgan bo'lsa, shularni alohida ko'rsatib beradi. Xo'p, Explore Community. Bu community boyagi men bu yerda aytgan communitymiz. Buni keyingi darsda nimaligini tushuntirib beraman. Bu Figma'ning o'zini alohida bibliotekasi bor. Ya'niki dizaynni elementlaridan umumiy global foydalanish imkoniyatini beradi. Xo'p, undan keyin biz dasturni ochganimizda shunaqa ko'rinish paydo bo'ladi. Xo'p, bizga dizayn fayl kerak bo'ladi. Figjam emas, slides emas va import ham emas. Figjam bu alohida xizmati hisoblanadi. Figma'ni va slides ham alohida xizmat hisoblanadi. Biza umumiy hozir web dizaynlarimizni dizayn xizmatidan foydalanib qilamiz. Figjam bo'lsa interaktiv mind maplarni, ya'ni kartalarni tuzish uchun mo'ljallangan. Ya'niki katta loyihalarni rejalashtirish uchun. Slides bo'lsa prezentatsiyalar, ya'ni taqdimotlarni yaratish uchun mo'ljallangan. Xo'p, biz dizayn xizmatidan foydalanamiz. Xo'p, dizaynni bosganimizdan keyin yangi dizayn fayli yaratildi. Endi bizga o'rgatyapti yangi qo'shilgan funksionalni, ya'ni AI qo'shishdi yaqinda. AI orqali qanaqa qilib ko'proq nimalarni ishlatish mumkinligi, funksiyalarni, afzalliklarni ishlatish mumkinligini o'rgatadi. Xo'p, bu bizga hozir shart emas. Endi bizni hozir birinchi darsga aloqador joyimiz, mana bu yerda biz faylning nomini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni Figma darslari fayli. Fayl nomini o'zgartirdim. Bu brauzerda ham mana bu komandli strokada o'zgarib qoladi. Xo'p, endi savol paydo bo'ladi. Dizayn qiladigan joyimiz qani? Bu qop-qorong'u bu yer degan savol paydo bo'ladi. Bularni keyingi darsda ko'rib o'tamiz, chunki biz har bitta dizayn uchun mana bunaqa ko'rinishda alohida framelarni ochib ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha va frame parametrlari, uning imkoniyatlarini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozircha umumiy tushuntiriladigan narsalarimiz shu. Bu tomonda endi Figma'ning logotipi ko'rinishida ikonkasi bor. Shunga bosgandan keyin back to files, ya'ni birinchi menu option orqali ortga qaytishimiz mumkin. Demak, hozirda birinchi darsimiz shu edi. Figma dasturini o'rnatib bo'lgandan keyin dizayn qilish, unda qanday foydalanish, shriftlar bilan, shakllar bilan va qolgan shunga o'xshagan barcha imkoniyatlardan qanday foydalanishni keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Rahmat.